Uch oyoqdan jarima keldi, lekin yo'lda radar yo'l belgisi yo'q edi. Buni bekor qilsa bo'ladimi? Albatta bekor qilsa bo'ladi. Mana yaqqol misol, mana ko'rsanglar bo'ladi. 5-yanvar kuni Jizzax viloyatida uch oyoq jarimasiga tushirilgan. Mana pastdan olingan SCM harflari ham bor, ya'ni pastdan olingan uch oyoq, ya'ni trexnoshka jarimasi bo'ladi. Jarima summasi esa 2,60,000 so'mni tashkil etadi. Va mana qaror raqamini eslab qolinglar, SD 2625. Va mana sud qarori SD 2625. Ushbu qaror Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 271-moddasi 1-bandiga asosan ish yuritish tugatilsin deyilgan. Ya'ni ushbu jarimani biz jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati G'allaorol tuman sudida 21-yanvar kuni, ya'ni bir hafta oldin bekor qildirganmiz. Sizlarda ham ushbu turdagi uch oyoq jarimasi bo'ladigan bo'lsa, qonuniy jarima Telegram botiga kirasizlar. Startda bosib, mana uch oyoqni tanlaysizlar. Uch oyoq tirnoshgan. Va bu yerdan biz jarima qarorini PDF shaklida ROT 24 dan yuborishimiz kerak bo'ladi. Qarorni PDF shaklida yuborganimizda bizga qaysi sudga tayyorlab berishini so'raydi. Misol uchun Toshkent shahar Yunusobod tuman sudini bosamiz. Keyin savol beryapti. 250-500 metr oralig'ida radar yo'l belgisi bormi? Misol uchun radar yo'l belgisi yo'q edi meni holatimda. Yo'q deb bosamiz. Jarimangizni videosi bormi? ROTga kirib tekshirib ko'ramiz. Videosi yo'q bo'lsa, yo'q deb bosamiz. Va telefon raqamimizni kiritadigan bo'lsak, bizga hammasini tashlab beradi. Misol uchun yana bir haydovchi 833 uchta uch oyoq jarimasini bekor qildirgan. 3,375,000 so'm Mirzo-Ulug'bek tumanida bekor qildirgan. 3,375,000 so'mlik jarimani Oliy sudda bekor qildirgan va 375,000 so'mlik jarimasini ham Oliy sudda bekor qildirgan. Jarima qarorini oxirini ham ko'rsatishim mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 271-moddasi 1-bandiga asosan ishni tugatgan. Uch oyoqlarda 4 ta asosda bekor qilyapmiz. Vazirlar Mahkamasining 318-sonli qarori, 148-sonli qarori, 975-sonli qarori hamda Prezidentimizning PQ 3989-sonli qarori asosida. Hozirgi paytda qo'limda 1000 ga yaqin sud tartibida bekor qilingan sud qarorlari mavjud. Shu sababli qo'rqmasdan sudlasangiz bo'ladi va jarimani bekor qildirsangiz bo'ladi.